o'sha davlatdan nimanidir qo'pol qilib aytganda o'g'irlab kelib O'zbekistonda rivojlantirish kerak. Bugün O'zbekistonda ketibdi, okay? Bro, sen to'g'ri yashash demagansan, chiroyli yashash demagansan, qaysidir davlatdan aytmagansan specifically. E'tiboringlar uchun mana bu kitobni men o'zi download tugatdim va imtihondan birinchi o'rin 98% bilan o'tdim. Niyat qilayotgan vaqtda to'g'ri niyat qilish kerak. Keme va Koreyaga orzu qiladigan davlatingiz emas va mana ichi nimalar borligi. Hammaga assalomu alaykum. Mana YouTube kanalimdagi eng birinchi videoga xush kelibsiz. Tanimaganlar uchun o'zimni tanishtiraman. Ismim Diyora, Toshkentdagi British Management universitetining 2-bosqich talabasiman. Yoshim 19 da va Instagram hamda TikToklarda Diyora Kor nomi ostida kichkina vlog yuritaman va bu meni YouTube'dagi eng birinchi videom bo'ladi. Xo'p, bugungi birinchi videoni olishda meni ilhomlantirgan mavzu bor va o'sha mavzu TikTok, YouTube hamda Instagramda oxirgi qo'ygan eng oxirgi postim Koreya haqidagi Reels'dan kelib chiqqan holda bo'ladi. Va biz bugun men Secret Santadan olgan sovg'ani raspakovka qilamiz. Va bu meni birinchi marta ochishim emas, shunchaki sizlarga raspakovka qilib bergim kelyapti va mendagi emotsiyalarni ko'rmasanglar bilinglarki, chunki men davno buni ochib bo'lganman. Shunchaki sizlarga ham raspakovka qilib bergim kelyapti va buni raspakovkasini ko'rish uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Xo'p, video davomida buni raspakovka qilib boramiz. Xo'p, boshladik. Aslida men Koreyaga ketishni anchadan beri xohlayman va oxirgi reelsimni olishga ham shu menga turtki berdi. Menda aslida 3 xil mavzu bor edi. 3 xil nima deydi? Ideya bor edi. Birinchisi Amerika, ikkinchisi Koreya, uchinchisi Buyuk Britaniya edi. Ana shu 3 ta davlatdan tanlab olgan davlatim Koreya bo'ldi, chunki Amerika haqida men o'zi allaqachon video ko'rib bo'lgandim. Buyuk Britaniya hamda Koreya turgan joyda albatta Koreyani tanladim, chunki Koreyaga ko'proq ketishni xohlayman va hozirda shu uchun ham koreys tilini o'rganyapman. Va e'tiboringlar uchun mana bu kitobni men o'zi download tugatdim va imtihondan birinchi o'rin 98% bilan o'tdim. Ma'lumotinglar uchun bu kitobning oxirida 500 ta so'z bor va bu degani men koreys tilida 2 oyning ichida allaqachon 500 tadan ko'p so'z o'rgandim. Xo'p, xullas davom etsak. Va shu reelsni chiqarganimdan keyin menga albatta pozitivniy va negativ fikrlar keldi. Va ularni fikr deyish ham xato, chunki bu ularni yozgan gaplari bu fikr emas, shunchaki qaysidir insonni ilhomsizlantirish, ya'ni motivatsiyasini o'ldirish hisoblanadi. Chunki bir ikkita fikrlar bor. Aytilgan to'g'ri, Koreyada plus minus bor, masalan, stress, oila sog'inchi, lekin baribir yaxshi hayotda yashashingiz mumkin deyapti-da. Ular fikr, lekin ba'zi bir insonlar yozgan Keme va Koreyaga orzu qiladigan davlatingiz emas, unaqa bunaqa. Xullas, meni jahlim juda ham chiqdi. O'sha uchun ham men video olishga qaror qildim. Shu negativchilarga fikrimni bildirish maqsadida. Xo'p, podarkani ham raspakovka qilib ketamiz orada. Bu qaranglar chiroyligini, bantikchasini. Korobkachasi ham juda ham foydali, juda ham chiroyli. Xullas, shu desanglar, men Koreyaga ketishni 8-sinfdan beri xohlayman. 8-sinfdan beri men Koreyaga ketaman, Koreyada o'qiyman deb niyat qilaman va orada bir oylar o'sha maktab davrimda koreys tilini o'qiganman. Lekin keyin o'qituvchim Koreyaga ketib qolganlar va o'sha uchun ham men koreys tilini shu yil oktyabr oyidan boshlab yana davom ettirishni boshladim va menga juda ham yoqayapti koreys tili. Vot. Xullas, ota-onamga aytganman, 8-sinflikda men Koreyaga ketaman, koreys tilini o'rganaman deganimda, ular xursand bo'lishgan. Amerikacha deb so'rashgan. Ma'lumotinglar uchun men Amerikaga ham kirganman, lekin vizam chiqmagan, keta olmay qolganman. U o'zi alohida istoriya, uni ham biror kun aytib beraman. Xullas, yo'q bo'lgan Koreyaga keta olmay qolganman, lekin bu degani meni orzularim butunligicha o'lib ketdi degani emas. Koreyaga nasib bo'lsa albatta borish niyatim bor. Balki exchange program qilib ketarman, balki work and travel qilib ketarman, balki magistratura, doktorantura, balki shunchaki sayohatga ketarman. Aytib bo'lmaydi, balki ishlashga ketarman. Men o'sha videoni shunchaki olganman, borishni xohlayman deganman, lekin u yerda yashashni, o'qishni deb spesifik qilib aytib ketmaganman. O'sha uchun meni jahlim to'g'risi juda ham chiqqan. Vot qaranglar. Hozir bu yerda nima bo'lib ketdi, yaxshi ko'rinmadi. Xullas, men sizlarga birinchi narsani ko'rsatmoqchiman. Bu shunaqa taqinchoq. Chiroyli, juda ham shunaqa taqinchoq.
Xullas, o'sha videoda menga juda ham ko'p negativ kommentariyalar keldi. O'zi takpichilar deb yozganmi, nimadir deb yozgan. Shu so'zni men o'zim tushunmasdim, shu so'zni o'rgandim. Ya'ni takpichilarni chaqirib kerak, takpichilar qayerda, unaqa bunaqa deb yozilgan. Bilsam, takpichi degani Koreyadagi og'ir mehnat qiladigan insonlar takpichilar deyar ekan. Siz Koreyada ishlaysizmi, Rossiyada ishlaysizmi, O'zbekistonda, Amerikadami farqi yo'q. Agar siz og'ir mehnat qilsangiz, o'sha davlat sizga yoqmaydi, ishoning, yoqmaydi. Albatta Koreyaga til bilib ketish kerak. Men yoshligimdan bilganman, что Koreyaga agar til bilib ketmasa, ya'ni koreys tilini o'zini bilib ketmasa, qiynaladi inson. Agar ingliz tili yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa, qiz bola bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlash mumkin. Xullas, asosan yigitlardan negativ kelgan va orada bir ikkita qizlar ham qo'shilgan, ha shunaqa. Xo'p, bilaman, men ham katta insonman. Men ham nima to'g'ri, nima xatoligini bilaman, lekin men hozir Toshkentda, aslida Navoiyman, lekin Toshkent shaharda kelib o'qiyapman. Buni o'zi bo'lmaydi. Hali ham pulni men ota-onamdan olaman. Ota-onam bergan pulni men ishlatib yuribman, lekin baribir ham hamma narsani, hamma joyni o'zini qiyinchiligi bor, lekin insonlar buni bilmaydi. Hamma qiyinchiligini insonlar ko'pchiligi bilmaydi. Men bu ikkinchi narsam chexol, juda ham chiroyli chexol ekan, qaranglar. Asal вообще menga juda ham yoqdi. Keyin shunaqa negativ yozgan, men bittasiga yozdim. To'g'ri dedim, hamma narsani o'zini plyus minusi bo'ladi dedim. Просто Koreyada bo'lib turib yomonlashish shart emas desam, menga yana qayta gapiryapti-da, men yomonladimmi debdi. Lekin undan oldin yozgan gaplari bu chista yomonlash bo'lgan. Orzu qilishga arzirmikan shu hayot, orzu qilishga arzirli emas, unaqa degan gaplar kelgan menga. Undan keyin men kommentariyada yana yozdim. Aytdim, Koreyani o'zida bo'lib turib uyalmaysizmi dedim, o'sha yerni o'zini notuzini yeb turib dedim. Keyin o'zini profiliga kirib qarasam, birinchi chiqqan videosi, sen o'zing orzu qilgan hayotda yashayapsan, o'qishdan kelding, ishga ketyapsan, bundan ortiq nima kerak, to есть bundan keyin yana nima deganmi, xullas shunaqa video qo'ygan. Undan keyin qanaqa qilib o'ylamaysiz Koreya o'zini orzu qilmagan joyi deb? Bro, come on. You are living your dream life and you still are nolyapsan? This is illogical. This is not logical at all. Xullas shunaqa gaplar yozilgan. Keyin men aytdim, "Okay" dedim, "Sizniki to'g'ri, sizga omad" dedim. O'shandan keyin bilasizlarmi, sekund o'tmas menga DM-ga zaпрос keldi. Kirib o'qisam o'sha boladan "Hi" deb yozilgan. Keyin yozgan, bitta savol bersam bo'ladimi, oxirgi savol degan. Keyin men xo'p dedim. Qayerda qaysi videomda yozilgan Koreya meni orzuyim deb? Bro, like literally your last video was taken in Korea and you still are saying me that you did not have any dreams related to Korea? Like what the hell, bro? Shunaqa men aytdim, oxirgi videoyizda orzuyimda yashayman deb aytgansiz-ku desam, u yerda Koreya demaganman. Любой bitta davlatga ketganimda ham men orzu qilgan hayotimda yashayapman deb shu videoni qo'ygan bo'lardim. Meni birinchi niyatim O'zbekistondan ketish bo'lgan deyapti. Demak, uni o'zini birinchi niyati to'g'ri qo'yilmagan bo'lgan. Aslida bilasizlar, do'stlar, niyatda juda ham katta nima deydi? O'rin bor-da, xullas, niyatda juda ham katta o'rin bor. Chunki niyatni yaxshi qilish kerak, toj qo'yish kerak. Demak, u insonning niyati просто O'zbekistondan ketish bo'lgan, O'zbekistondan ketibdi, okay? Bro, sen to'g'ri yashash demagansan, chiroyli yashash demagansan, qaysidir davlatdan aytmagansan specifically. Niyat qilayotgan vaqtda to'g'ri niyat qilish kerak. Ya'ni Koreyada men bu yilda borib bakalavrda o'qimoqchiman, men bunaqa hayotda yashamoqchiman, men bunaqa grant bilan o'qimoqchiman, oyligim bunaqa bo'lishini xohlayman, men bunaqa joyda ishlamoqchiman deb to'liq niyat qilish kerak. Xuddi men bu wish listimda qilganimdek. Keyingi sovg'a bu bakal. Men bakallarni juda ham yaxshi ko'raman, ko'rishinglar mumkin, qanaqa bakalligini, chiroyli, detallari ham chiroyli va men bu bakalni wish list qilib kanalimga tashlaganman. Va mana xuddi o'zidan. Xullas shu. Men bekamiz почти bir-biriga o'xshab ketar ekan. Xullas shunaqa deb yozgan, menga u bola aytibdi, siz boshqa joyni agar niyat qilgan bo'lsangiz, o'sha joyga keting. Koreyaga kelmang. Просто Koreyaga kelib shuni tushundimki, Koreya qiz bola uchun emas. Bu nima uchun shunaqa deyapti? Balki ishlayotgani uchundir, balki noto'g'ri shaharda tushib qolgandir, balki noto'g'ri insonlar bilan yashayotgandir, do'stlasha olmayotgandir. Buni biz bilmaymiz. Inson har bitta qiyinchilikka chidamli bo'lib borish kerak. Masalan, men Toshkent shahrida yashayapman. O'zimni ona yurtimdan, Navoiydan boshqa joyda yashayapman. To'g'ri, shaharda katta bo'lganman. Navoiy shahrida tug'ilib katta bo'lganman, lekin bilaman qanaqa qiyinchilik bo'lishini va qiyinchilik ko'rayotgan inson nafaqat chet elda, balki O'zbekistonda ham qiyinchilik ko'radi. Agar O'zbekistonda turib siz ham pulsiz, ya'ni ota-onangizdan pul olmasdan, kontraktda, hech bo'lmasa 50% kontraktda men universitetimda o'qiyotgan bo'lsangiz, hamma xarajatlaringizni o'zingiz qoplasangiz, ham ishlab, ham o'qisangiz,
O'zbekistonda yashash ham sizga qiyin bo'lardi, ishoning. Любой insonga O'zbekistonda ham yashash hattoki qiyin bo'lgan bo'lar edi. Bu narsa davlat tanlamaydi. Bu shunchaki o'zini soстояниесiga bog'liq. Amerikada ham, Koreyada ham любой davlatda shunaqa yashash mumkin. Yaxshi ishda ishlamasa agar, yaxshi daromad qilmasa yoki noto'g'ri shaharda, noto'g'ri shtatda tushib qolsa. Keyingi sovg'amga e'tibor beringlar. Gratitude journal. Menda buni sal boshqachasi bor edi va mana ichi nimalar borligi. Menga yoqadi bunaqa jurnallar juda ham. Bu narsa ham men bu ikkalasi prям kanalimga tashlagan wish listimni xuddi o'zi, hattoki korobka ham. Men prям xuddi shunaqa korobka xohlagandim. Juda ham o'xshaydi. Xuddi o'sha desam ham bo'ladi. Vot. Xullas, shunaqa bo'ldi, negativlar keldi. Men jahlim chiqdi. Bu 1 emas, 2 emas, 3 emas. Menga Yevropaga keting deyishyapti. Amerikaga keting deyishyapti. Yevropaga viza oling, biz vizamizni almashtiramiz deb pul bosishyapti. Bro, siz Yevropaga ketasizmi? Koreyaga, Yaponiyaga, любой joyga ketasizmi? Hattoki O'zbekistonning Toshkent shahrida ham agar toshkentlik bo'lmasangiz, o'ziz ham o'qib, ham ishlab, polni o'zingizni xarajatlaringizni o'zingiz qoplasangiz, siz qiynalasiz. Любой inson любой vaqtda qiynaladi. Bu degani kimnidir discourage qilish kerak degani emas. Shunchaki o'sha inson kelishdan oldin ayting, siz mana bunaqa qiyinchiliklarga uchraysiz, lekin mana bunaqa yaxshi o'qisangiz, yaxshi joyda ishlasangiz, zo'r topasiz, o'zingiz qoplaysiz deb aytish kerak. Ya'ni inson o'zi qilayotgan kamchiliklardan kelib chiqqan holda boshqa insonlarga o'rgatish kerak. Maslahat berish kerak. Xullas, mana jahlim o'sha uchun chiqib ketdi va ular xuddiki meni orzuyimni, meni maqsadimni ustidan kulgandek bo'lib qoldi va ular hech kim menga qaror chiqarishga hech kim. Chunki men yoshligimdan beri chet elda o'qishni xohlaydigan, orzu qiladigan qizman. To'g'risini aytsam, men juda ham xohlayman. Meni maqsadim O'zbekistondan ketish emas, meni maqsadim o'zimni rivojlantirish, o'zimni boshqa davlatda ko'rish, boshqa nima deydi, o'zim qoplay oladigan ishda ishlay olamanmi, balans qila olamanmi? Yangi davlatga chiqish degani bu o'zingizni davlatingizdan qutulib ketish degani emas. Balki siz yangi davlatga chiqayotgan vaqtda o'ziz oldingizga maqsad qo'yishingiz kerak. Shu davlatdan men nima o'rganmoqchiman, qanaqa foyda olmoqchiman va o'sha davlatda turib bilimlarini, experience, tajribalarni olib kelib, men o'z davlatimga qanaqa qilib foydam tegadi deb o'ylash kerak. O'sha davlatdan nimanidir qo'pol qilib aytganda o'g'irlab kelib, O'zbekistonda rivojlantirish kerak. Hozir bu gaplarimni ko'pchilik jaj qilishi mumkin, lekin to'g'ri gap. Va keyingi podarkachalarimni ko'rsataman. Bular letterlar, xatlar. I love letters. I really love va uchalasidagi xatni ham o'qidim. I like them. Xullas shunaqa guys. Sizda bitta maqsad qo'ying oldingizga. Oldingizdan hali negativchilar slishkom ko'p chiqadi, lekin siz ularga umuman e'tibor bermaysiz, yo'lingizni davom eting va maqsadingizni chiroyli qo'yishni o'rganing. Masalan, Koreyaga to'liq grant bilan ketaman deb maqsad qo'ying oldingizga, shundagina siz qiyinchiligingiz kamayadi. To'g'ri, oila sog'inchi, yurt sog'inchi, qiyinchiliklar bo'ladi baribir. По-любому bo'ladi. Даже men Toshkentda turib ham ko'p qiyinchiliklarga erashyapman. Oilamni juda ham sog'inyapman. Hatto 2 oy, 3 oyda bir borib turgan bo'lsam ham. Lekin baribir shuni esda saqlash kerakki, siz baribir qiyinchiliklarga uchraysiz. Va eng oxirgi sovg'amni keyinroq ko'rsataman sal. Gapirib bo'lay ozgina. Qizim juda ham chiroyli sovg'a. Vot, xullas guys, maqsadingizda davom etinglar. Qaysidir insonlarni deb ikkilanib qolmaylik, ikkilanib ishlar bo'lmasin. Keyin siz любой bitta davlatga chiqishdan oldin meni zo'r hayot kutib turibdi deb o'ylamanglar. To'g'ri, hali muvaffaqiyatga erishasizlar, lekin muvaffaqiyat ham albatta qiyinchilik bilan bo'ladi. O'ylanglar, shu baribir qiynalaman, lekin qiyinchiliklarni yaxshi yengib o'taman deb oldingizga maqsad bilan ketinglar. Chunki men o'zim juda ham ko'pchilik insonlarni bilaman, imенно YouTube, Instagramda blogerlarni bilaman. Normal qiyinchilikka erishgan, lekin imенно Koreyada turib, lekin hozir o'zini bizneslari bor, zo'r hayotda yashaydi, yaxshi topadi. O'sha yoqda dalsha yashashda davom etyapti. Masalan, oddiy misol, bitta bloger opani bilaman. Hozir ismlarini aytish qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bilmayman. Koreyadan qaytib kelganlar, til kursini o'qib, yasha olmaganlar, lekin Koreyani shunchalik yaxshi ko'rardilar, O'zbekistonga kelib, o'zlarini qayta rivojlantirib, umuman faqat oldinga qarab harakatlandilar-da, yana Koreyaga topshirib, eng top universitetga kirib, yana qaytib Koreyaga ketdilar. Agar Koreya shunchalik yomon davlat bo'lganda, qiz bola bo'lib turib, o'zi juda ham qiynalgan davlatga qaytib ketmasdi. Vaqtida juda ham ko'p qiyinchiliklarga duch kelganlar, chunki o'zlari aytib berganlar bloglarida. Lekin shunaqa bo'lsa ham, o'sha qiyinchiliklarni bilib turib, yana o'zlarini o'sha o'tga urdilar. Chunki yoqadi o'zlarini bu orzulari. Shuning uchun siz qilayotgan orzularga imенно siz uchun kimdir kelib qaror chiqarishiga umuman yo'l qo'ymanglar do'stlar. Polni o'zingizlar harakat qilinglar o'zingizlar uchun. Bu yog'i zo'r bo'ladi. Prosta yaxshi niyat qilish kerak, to'g'ri niyat qilish kerak. Shu. Va oxirgi sovg'am, taram, sharf. I love it. Qizil sharf.
Anime ko'radiganlar biladi. Mikasa degan qizcha bor, shuni sharfi. Drama ko'radiganlar biladi. Goblindagi bosh qahramon qizchani sharfi bu. Вот. I love it. Rangini qaranglar, meni ochdi. Meni reально ochdi. Xullas shunaqa, meni bu Secret Santadan olgan yangi yil sovg'am edi. I love all of them. Va o'sha negativchilarga bo'lgan fikrim ham shu edi. Inson biladi oldida nima qiyinchiliklar kutib turganini, lekin o'shanga yarasha nima deydi? Harakat qilish kerak. Chunki muvaffaqiyat harakatsiz kelmaydi. Hamma narsada qiyinchilik bo'ladi, har qanaqa hayotda qiyinchilik bo'ladi. O'zbekistonda yashab tursangiz ham O'zbekistonda ham juda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Shunchaki uni yengib o'tolish bu o'zingiz qo'lingizda. Hadeb boshqa bitta davlatni yoki boshqa bitta insonni yomonlagandan ko'ra, o'shanga siz qayta harakat qilib, o'zingizni polni rivojlantirib, boshqalarga navbat o'rnak bo'la olishingiz kerak. O'zingiz qilgan xatolarni aytib, o'shalardan kelib chiqib, boshqalarga maslahat berishingiz kerak. Qaysi davlatning non tuzini yeb, o'sha davlat haqida yomonlagandan ko'ra. Chunki kimdir bo'ladi, kimgadir yoqmaydi, kimdir bo'ladi, kimgadir yoqadi o'sha narsa, kimgadir orzusi. Xullas guys, bugungi birinchi videom shu haqida bo'ldi. Hali aytilmay qolgan fikrlarim juda ham ko'p, shunchaki video juda ham uzun bo'lishini xohlamadim va shu yil Secret Santaga olgan sovg'alarimni ham ko'rsatdim. Menga sovg'alarning hammasi yoqdi. Sizlar ham agar kimdandir sovg'a olish xohlasanglar, shu videoni jo'natib qo'yinglar. O'sha insonga olib beringlar sovg'a shunaqa deb boks qilib. Вот. Bezbetlarcha so'rayveringlar. Xullas shunaqa gaplar, do'stlar. Va keyingi videolar ham juda ham yaxshi bo'ladi deb umid qilaman men. Va agar fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyalarda qoldirishingiz mumkin. Va ko'rganinglar uchun katta rahmat. Podpisatsiya bosishni unutmanglar. Love you all. See you again. Annyeong.